Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam insonni ruhiga tarbiya berishligini nima deydi? Agar sizlardan biror bir inson Ramazon oyida ro'zador bo'lib turgan paytingizda urushib, talashib, baqiriq, shunday bir ishlarga majburlaydigan bo'lsa, inni soimun deb aytinglar, men ro'zadorman. Men ro'zadorman deb javob beringlar. Sababi ro'za nafaqat aytaylik tanamizga, qornimizga, balki insonning ruhiga ham, ko'ziga, tiliga, quloqlariga ham, hattoki o'ylariga ham yomon o'y, fikr keltirmay ro'za tutishlik, mana bu ulug' insonlarni, haqiqiy sahobalar, haqiqiy bir taqvo yo'liga tushgan insonlarning yo'li mana shu bo'lgan. Ya'niki faqat qoringa emas, tilga, ko'zga, quloqqa ham ro'za tutishligimiz kerak. Yomon so'zlardan, yomon ishlarni ko'rishlardan, yomon so'zlarni eshitishliklardan bizlar o'zimizni tiyishlik orqali bizlar ruhimizga ozuqa beramiz. Ana u inson ertaga hayit namozlari kelgan vaqtda o'zgarib, bir yilga yetadigan bir ruhoniy bir kuch, quvvat olib chiqadi. Buni inson o'zi sezinishligi kerak.